Saloh yetakchiligidagi Misr O'zbekiston bilan o'yinga tayyorlanmoqda. Misr terma jamoasi Al-Ain Cup musobaqasi doirasida O'zbekistonga qarshi uchrashuv oldidan mashg'ulot o'tkazmoqda. Terma matbuot xizmati Hussam Hassan shogirdlari mashg'ulotda suratlarni taqdim etdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston-Misr bellashuvi bugun soat 21:00 da boshlanadi. Misrlik jurnalist O'zbekistonga qarshi uchrashuv Afrika Kubogi uchun uslubini sinovdan o'tkazish imkoniyati degani. Saloh Messi emas. Misrlik jurnalist Muhammad Shaddad Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tadigan Al-Ain Cup musobaqasi doirasida O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan Chempionat Aziya saytiga intervyu berdi. Misr terma jamoasining turnirga bo'lgan munosabati qanday? O'zbekistondek tartibli Osiyo jamoasiga qarshi o'yin o'tkazish Firavinlarning Afrika Millatlar Kubogida qo'llashi mumkin bo'lgan uslubini sinovdan o'tkazish imkoniyati sifatida qaralmoqda. Mazkur uchrashuv futbolchilarga turnir boshlanishidan oldin taktik bosimlarga moslashish imkoniyatini beradi. Hussam Hassan boshchiligidagi texnik xodimlar ushbu uchrashuv orqali futbolchilarning ham texnik ham jismoniy tayyorgarligini baholashni, shuningdek rasmiy musobaqa muhitiga kirishdan oldin asosiy tarkibning o'zaro uyg'unligini tekshirishni maqsad qilgan. Bundan tashqari ular oldingi o'yinlarda ko'zga tashlangan ba'zi himoyaviy va hujumdagi xatolarni bartaraf etish, shu bilan birga jismoniy tayyorgarlik darajasini yaxshilash va jamoaning uch chizig'i himoya, yarim himoya va hujum o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Qaysi asosiy o'yinchilar yig'inga taklif qilinmadi? Misr terma jamoasi tarkibiga murabbiy Hussam Hassan doimo tayanadigan asosiy futbolchilar kiritilgan bo'lib, ba'zi yangi kuchlar ham qo'shilgan. Ro'yxatda kutilmagan o'zgarishlar ko'zga tashlanmadi. Muhammad Saloh va Liverpool so'nggi uchrashuvlarda yaxshi natija ko'rsata olmayapti. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Muhammad Salohning ba'zi o'yinlarda pasayish kuzatilishi tabiiy, chunki hech bir futbolchi har bir o'yinda mukammal darajada o'ynay olmaydi yoki doimo aniq pas bera olmaydi. Ehtimol Messi bundan mustasnodir, lekin Saloh Messi emas. Garchi u Misr bilan Afrika Millatlar Kubogini qo'lga kirita olmagan bo'lsa-da, xorijda erishgan ulkan yutuqlari tufayli biz hamon uni Misr futboli tarixidagi eng yaxshi futbolchi deb hisoblaymiz. Umuman olganda murabbiy Arne Slotning taktikasi hammani ham ishontira olmayapti va uning qo'li ostida Liverpoolning o'yini avvalgidek dahshatli emas. Yurgen Klopp davrida ko'rsatilgan qudrat sezilmayapti. Shunday bo'lsa-da, Salohning o'yin saviyasi so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalarida va matbuot tasvirlaganidek yomon bo'lib ketgani yo'q. O'zbekiston terma jamoasining 3 nafar futbolchisini ajratib ko'rsata olasizmi? Fikringizcha, ularning qay biri eng yaxshisi hisoblanadi? Albatta, men Manchester City futbolchisi Abduqodir Husanov hamda Eldor Shomurodovni yaxshi bilaman.